Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. 11-mart 2025-yil Ramazon oyining 11-kuni. Hammalarga xayrli kelsin. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan G'azablok seximizdan video joylayapmiz. Biroz videolarimiz kechikib ketib qolyapti, shuning uchun joylamay qolyapmiz. Mana bugungi qo'yilgan gazabloklar bular hammasi. Ko'pchilik so'rashyapti akalar, yangi ish boshlayman degan akalar. Yashirish yo'q bizda. Mana ash naves qanaqa qilgansiz, bir obzorni qilib bering deyishyapti. Mana obzor mana shu holat. Navesimizni eni 13 ga, uzunligi 20 metr. Navesimiz mana shu holatda. Shu YouTube ga qo'yyapsiz, ashini bir navesingizni ham obzorni qilib bering deyishyapti. Mana navesni shunaqa qilib to'qiganmiz. 32 lik trubadan 1,5 stenkalik trubadan mana shunaqa qilib yasab, mana shunaqa qilganmiz, salapon yopganmiz. Endi gazablok keladigan bo'lsa, bular hammasi 20 ga 30-60 bo'lib chiqadi, xudo xohlasa. Hop, o'rab qo'yganmiz, 3 soat, 4 soatdan keyin kesamiz. Mana 30 ta qolipimiz tayyor. Semenimiz Yasin, o'sha 400 markadagi semen. Buni quyishimiz o'sha doim aytib o'tganda zo'r qotgani uchun. Shahrixonga yuklashni boshladik. Shahrixonga yetkazib beryapmiz. 20 ga 30-60 bo'lgan gazabloklarni 20 ga 30-60 sex o'zida 15 ming so'mdan beramiz. Mart ichi 16,5 mingdan vodiyga yetkazib beramiz. 31-martgacha bo'lgan holatda. Undan oyog'iga endi elektr energiya o'shar ekan. Shuni hisobiga biroz qimmatlaydi. Bular 12 lik, 12 ga 30-60 bo'lgani. Bular ham 12 lik. Bular bugun chiqqan gazabloklar. Gazabloklaringiz qo'lga tiqsa kirib ketmaydimi deb so'rashadi. Yo'q. Mana ustida izlar turibdi. Ustida yuriladi, mana qo'l tiqsa kirib ketmaydi. Qip-quruqdan bormi deb so'rashadi. Yo'q, qip-quruq bo'lmaydi akalar. Buni devorga ursangiz quraveradi. 30% qoladi xolos namligi. 70% bo'lganda mana shu holatda 70%. Mana shuni yuklab beramiz klientlarga. Hammalardan like, podpiska tashab qo'yishlarini so'rab qolamiz. Mana seximizni tashqi tomondan ko'rinishi.